Всем привет, man qadrli любимчиklarim. Bugun sizlar bilan yana kostyum shim kiyamiz. Qani ketdik. O'tgan safar aytibsizlar, kostyum shimga krossovka to'g'ri kelmaydi deb. Endi sizlardan so'rab kiyinaman. Bilmadim nimaga klassikaga krossovka kiyib bo'lmaydi degan. Ko'chada shuncha odam kiyib yuribdi. Hammasini to'xtatib bitta aytib chiqinglar, xo'pmi? Zo'r bo'ladi-da. Shunda, birinchi shu koftachka bilan shimni kiydim, ustidan sirrazi kostyumni kiyib oldim. Bo'lmasam negativlar shuni ham yozadi. Kiyib olgandan keyin nima qilishni bilmasam turdimda, hozirda shartta borib aksessuarlarni taqib keldim. Keyin atrim olib turib pislatib sepib tashladim. Tipa Anvarzada aytgandaqa shirincha bo'lib oldim o'zimcha. Keyin sochim esimga tushib ketdi-da, yugurib bordimda, hozir kelaman. Sochlarimni chiroyli qilib keldim. Oq sumkachamni taqdim, ichimdagi koftachkamga moslab. Keyin oyog'imga bo'lsa shu tuflimni kiymoqchi bo'ldim. Lekin bu tuflimni bir marta qora ko'ylak bilan kiyganim uchun bilmadim qanaqadir material boshqacha ekan. Qoralarni o'ziga tortib olgan boru. Bilmadim buni qanaqa qilib ketqizaman, rosa siqildim, lekin na ochgani, qo'lim borda, na buni qaragani. Nima kiysam deb rosa o'ylandimda, balkim tozalab eplalsam kiyarman dedimda, internetda nimalardir ko'rib, keyin tozalab kiyib ketdim videodan keyin. Baribir siqildim, qaranglar, oppoq tuflim shunchaki bir balola bo'lib ketganda. Mayli, nima qilmaydi. Boriga shukr, Humoga aytmoqchi-da. Hammasini qo'shib ketmasam bo'lmaydi-da, men videolarim orasida. Keyin bo'lsa, xullas men tayyorman. Ketdim. Paka.